Assalomu alaykum do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek Lemon Cash degan programmadan pul ishlasak bo'ladi. Bu yerdan esa o'z do'stlaringizni taklif qilib pul ishlab borsangiz ham bo'ladi. 10% har bitta odam uchun 10% dan pul beradi. Bu yerdan esa vazifalar bajarib pul ishlasangiz bo'ladi. Bu yerda video ko'rib, bu yerda har xil vazifalarni bajarib va 3 ta do'stingizni taklif qilib, keyin 5 ta do'stingizni taklif qilib pul ishlasangiz bo'ladi. Bu yerda esa o'yinimiz, mana ishlagan pulimiz 9750 so'm. Bu yerda esa darajalaringizni oshirib borsangiz bo'ladi. Manaki men hozir yangitdan boshlaganim uchun hali darajalarim oshgani yo'q. Ko'rib turganlaringizdek. Mana men bu yoqdan esa xohlagan plastigingizga pul chiqarib olsangiz bo'ladi. O'zingizni Humo, Oskar, Payme xohlagan plastigingizga pul chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana misol uchun o'zingizni kartangizni kirgizasiz, mana bu yoqqa chiqarayotgan sommangizni kirgazib, xohlagancha pulingizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Bu haqqoniy o'yin. Men ham hozir o'ynab, hammasining pullarini yig'ib, sizlarga qo'limdan kelgancha pulini chiqarib ko'rsatib o'taman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar ham kirib o'ynab ko'ringlar. O'yin linki video описаниесida va kommentariyada bo'ladi. TikTok, WhatsApp, Instagram va YouTube'da topsangizlar bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek Lemon Cash degan programmadan pul ishlasak bo'ladi. Bu yerdan esa o'z do'stlaringizni taklif qilib pul ishlab borsangiz ham bo'ladi. 10% har bitta odam uchun 10% dan pul beradi. Bu yerdan esa vazifalar bajarib pul ishlasangiz bo'ladi. Bu yerda video ko'rib, bu yerda har xil vazifalarni bajarib va 3 ta do'stingizni taklif qilib, keyin 5 ta do'stingizni taklif qilib pul ishlasangiz bo'ladi. Bu yerda esa o'yinimiz, mana ishlagan pulimiz 9750 so'm. Bu yerda esa darajalaringizni oshirib borsangiz bo'ladi. Manaki men hozir yangitdan